Qo'qon shahrida bo'lib o'tgan voqea, bir katta bir insonni uylarida aqiqa to'ylarida o'tirgan edik. Biznes haqida uyda tadbirkorlar o'tiribdi, ishbilarmonlar o'tiribdi, Qo'qondagi eng katta savdogarlar o'tiribdi. Shu paytda biznes haqida, tadbirkorlik haqida gap ochildi. Shunda bir yoshlari ulug', bir chekkada o'tirgan tadbirkor bir hoji akamiz deyishdi, gap boshlab qoldi. Meni pulimni sanog'i bor, akamniki behisob. Men nima uchun pulimni sanog'i borligini bilaman, akamniki nima uchun behisob ekanligini ham bilaman degan gapni gapirdi. Atrofda o'tirganlar, hoji aka, endi gapni boshlab qo'ydingiz, oxirini ham ayting endi. Nima uchun siznikini sanog'i bor, akangizniki behisob degan savolni berishdi. Biz maktabni bitirgandan keyin aka-ukalar savdo biznesni boshladik. Kichkinagina qilib dadamiz ruxsat berdi. Men meva-cheva sotaman deydi, Kappon bozorida Qo'qondagi. Akamiz sabzavot sotishadi. Kartoshka so'zi, piyoz sotishadi. Sekin-sekin 1 so'm, 2 so'm bo'ldi, 2 so'm, 3 so'm bo'ldi, sekin-sekin pul topishni boshladik. Endi bir kuni bozordan kelsam, dadam eshik tagida kutib oldi meni. O'g'lim, menga pul kerak edi dedi. Nech pul kerak dada? 5 so'm kerak edi. Cho'ntagidan chiqarib 5 so'm berdim. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi, o'g'lim dedi, bo'ldi, kirib ketdim. Keyin dadam mendan so'raydimikan yo akamdan ham so'rarmikan deb ichkarida kuzatdim deydi. Keyin bu kishidan keyin yarim soatdan keyin akalari kirib kelgan. Akalaridan ham xuddi dadasi, o'g'lim, menga pul kerak edi deb so'ragan. Shu paytda akalari nech pul kerak edi dada demabdi. Pul kerakmi dada deb shart cho'ntaklari qo'lga solib, o'sha kuni savdosidan pulini hammasini dadasining qo'liga bergan. Dada mana. Bo'ladimi yo uydan olib chiqib beraymi? Yetadimi? Yetadi bolam dedi. Akam hamma pulni berib yubordi. Men aytgan berdim. Bu narsa dadamizda bu holatlari 3 oyda, 6 oyda qaytanadigan bo'ldi. Har safar o'g'lim pul kerak deydi. Men nech pul kerak desa aytganini beraman, akamiz so'ramasdan beraveradi. Bu narsa 5 yil bo'lgandir, 6 yil bo'lgandir, balkim 7 yil bo'lgandir. Hozirgi kunda keyin dadamiz o'tib ketdi deydi. Otamiz o'tib ketdi olamdan. Mana endi hozirgi kunda kelganda meni pulimni sanog'i bor, akamniki behisob. Qayerda qancha puli bor, qancha tochkasi borligini ham o'zi bilmaydi. Bu azlar nima demoqchimiz? Mana bizning ustozlarimiz aytadiki, katta ustozlarimiz, topaytirgan daromadlaringizdan hech bo'lmasa 10% ota-onangizni ajratinglar. Ota-onangiz u narsani yemaydi, boshqa qilmaydi, yig'ib farzandingizga beradi. Yoshi katta bo'lganda ota-onalarda, qarang, yoshi katta insonda hikmat bo'ladi, quvvat bo'lmaydi. Yoshlikda quvvat bo'ladi, hikmat bo'lmaydi. Ya'ni yoshi katta insonlar savobli ishlar qilgisi keladi, kimdadir ko'nglini olgisi keladi, bemor ko'rgisi keladi. Lekin u paytda bu insonlarda pul bo'lmaydi. Shuning uchun ustozlar aytadiki, ota-onangizga albatta topgan daromadingizni berib turinglar deydi. Va o'sha siz bergan daromad evaziga ota-onangiz nima qiladi? O'sha ushalmagan orzularini, ushalmagan maqsadlarini amalga oshirib oladi. U quvvat bo'ladi ota-onangizga, ozgina bo'lsa ham dalda bo'ladi deb ustozlarimiz tavsiya beradi.